boshqa zamonda jamladik. Bugun jamladik. Bugun. Agar 1400 yil ilgari bizdan jamlanganimizda shu yerda bo'lib qolsak, juda baxtli odam bo'lardik. Hozir ham kechmas. Hozir ham baxtli bo'la olamiz. Rasululloh akramda ash yerda turganimizda nima deb orzu qilma xizmat qilish kerak bo'lsa, ash xizmatni bo'yningizga oling, olaman. Da'vat qilaman men ham. Qarindoshimni xizmatda men bo'laman. Borib uyga borib payg'ambarning tarixini o'rganaman, aytaman, shu ishlayman. Mana shu xizmat. Rasululloh ulardan ko'p narsa so'radi ulardan. Ulardan jonini fido qilishdi, molini berishdi, ahlini himoya qildi. Lekin bizdan uni so'ramayapti, bizdan salovat so'rayapti. Bera olmaymiz salovat, ha? Kuniga 500 ming marta salovat bera olmaysizmi? Aytasiz salovat. Rasulullohga vasilani so'ra olmaymizmi? So'ra olmaymiz. Shu xizmat. Shuni qilishni Alloh bizga nasib qilgan bo'lsin. Sahobalarga jannatni va'da qilgan payg'ambarim qiyomat kuni biz jannatga o'zi olib kelsin. Orqasidan shafaati bilan, himoyasi bilan orqasidan kirib ketishni Alloh hammamizni nasib qilgan bo'lsin. Alloh taolo bizlarni ham yaxshi o'rinlarda, yaxshi ibodatlarda, yaxshi soatlarda Robbimizga o'zimizni ko'rsatishni nasib qilgan bo'lsin. Allohu akbar, Allohu akbar.